Agar uylarda shu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, sizlarni 5 milliondan 10 milliongacha rasxod qilib turibdi. Men sizlarga bitta yechim ko'rsataman. Qaranglar. Uylarda generator bor, lekin ATS sistemasi yo'q. Bu sistema nima narsa? Uylarda generator bo'ladigan bo'lsa, bu avtomatik. Chiroq ketgan vaqtda o'zi avtomatik generator yoqib beradi, chiroq kelgan vaqtda o'zi avtomatik o'chirib beradi. Agar bu narsa sizlarda bo'lmaydigan bo'lsa, qaranglar, nima kutyapti sizlarni. Uylardagi kotelli turbalari muzlaydi, отопление turbalari muzlaydi, nasoslarga zarar yetishi mumkin, yorilib ketishi mumkin. Buni mendan ham ko'ra sizlar yaxshiroq bilasizlar. Shuning uchun sizlarga men yechim topib qo'yganman. Nomeradian brendidan 5,5 kW invertorli generatorimizda eko rejimlari bor. Buni 4 ta funksiya orqali da'vat qilsanglar bo'ladi. Birinchisi ATS sistemasi, uylarga o'rnatib qo'yasizlar. Bemalol kecha soat 2-3 dan uxlasanglar bo'ladi. Chiroq o'chib qolsa, отопление yorilib ketmaydimi yoki kotelli turbalari yorilib ketmaydimi deb xotirjam bemalol uxlasanglar bo'ladi. O'ylashinglar shart emas. Bu o'zi avtomatik yoqib beradi. Ikkinchi funksiyasi start stop orqali zavod qilsanglar bo'ladi. Uchinchi funksiyasi pult orqali zavod qilsanglar bo'ladi. To'rtinchi funksiyasi ruchnoy tortuv zavod qilsanglar bo'ladi. Bakana hajmi 10 litr, soatiga rasxodini aytaymi sizlarga. Mashinadan kam rasxod qiladi deb bu. Soatiga 1,6 litrdan 2 litrgacha rasxod qiladi. Maksimal 5,5 kW ishlatganinglarda. Eko rejimi bor. Bundan 70% hid chiqadi, 30% tutun chiqadi. Deyarli tutun yo'q deganda. Qo'shnilar ham sizlarga jalba qilmaydi. Ovozini qara, generatoringni parlayotgani. Deyarli ovozi past. Bemalol qo'lingizga qo'yasizlar, qo'shnilar sizlarga jalba qilmaydi. Endi shu ko'rib turgan komplektlar narxini aytaman. Narxi $770. Agar shunaqa muammolardan qutulmoqchi bo'lsanglar, mana shu apparatdan bitta olasizlar, ya'ni generatorimizdan bu muammodan hal bo'lasizlar. Kimga murojaat qilishni bildinglar, pastda nomerlarga murojaat qurasizlar. 5 shumli invertorli generator 5,5 kW hovliga bemalol yetadi. Bundan katta variantlari ham bor.